Amir Temur o'zbek xalqining ulug' farzandi, o'rta asrlarning eng buyuk davlat arbobi va sarkardalaridan biri. U 1336-yilda hozirgi O'zbekiston hududi Kesh Shahrisabz yaqinidagi Xo'jailg'or qishlog'ida tug'ilgan. Yoshligidan adolat va ozodlikka chanqoq bo'lgan Amir Temur 24 yoshida siyosiy maydonga qadam qo'yib, Mavarounnahirning taqdirini o'zgartiradi. O'sha paytda mamlakat parokanda edi. Mahalliy hokimlar o'zaro urushlari, Chingizxon avlodlari bosqinlari esa xalqni tinimsiz iztirobda qoldirar edi. Ana shunday og'ir damlarda Amir Temur xalqqa umid baxsh etib, tarix sahnasida paydo bo'ladi. Amir Temur minglab janglarda qatnashib, birortasida ham mag'lubiyatga uchramagan buyuk sarkarda sifatida mashhur. Uning harbiy yurishlari nafaqat O'rta Osiyoni birlashtiradi, balki dunyo tarixiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Masalan, 1402-yilda Usmonli sultoni Bayazid ustidan qozongan g'alabasi, Yevropada Konstantipolning istilo qilinishi yarim asrga kechiktiradi. Fransuz tarixchisi Grussi Temur xristianlar olamini qutqardi deb yozgan edi. U Oltin O'rdani yengib, Moskva Rusi uchun ham xavfni bartaraf qildi. Temurning harbiy san'ati uni Iskandar Zulqaynar va Yuliy Sezar kabi sarkardalar qatoriga qo'yildi. Sohibqiron Amir Temur Xitoy safariga borayotib 1405-yil 11-fevral kuni O'tirosh shahriga yetganida qattiq og'rib qoladi va isitmasi ko'tarila boshlaydi. Kasallik kundan kunga kuchayar, ammo sohibqironning es-hushi, aqli joyida edi. Sohibqiron Amir Temur Qo'rag'oniy 1405-yil 18-fevral chorshanba kuni vafot etadi. Amir Temur Samarqanddagi Amir Temur maqbarasiga dafn etiladi. Amir Temur o'z davrida ilm-fan, madaniyat va davlatchilikning mislsiz darajada yuksaltiradi. Uni qoldirgan merosi obod shaharlar, Temur tuziklari kabi bebaho asarlari va adolatli boshqaruv tamoyillari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Amir Temur nafaqat o'zbek xalqini, balki butun jahon tarixini ulug' shaxslaridan biridir. Uning hayoti va faoliyati har birimiz uchun o'rnak bo'lib xizmat qiladi.